Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Xo'p, demak darslarimiz kelgan joydan davom etadi. Demak, reaktiv tok nima, reaktiv quvvat nima, kosinus fi nima degani, uni ma'nosi, mohiyati. Mana shu anchayin qiziq. Bir tomondan anchayin qiziq, ikkinchi tomondan biroz tushunishga murakkabroq, juda ko'pchilik yaxshi tasavvur qila olmaganidan qolaversa, o'zi lo'nda qilib bir fizikasi bilan o'sha atomar urovenda mohiyati bilan tushuntirib bergan o'zi maqolalar, kontentlar yo'qligi uchun ham nima qildi? Juda ko'pchilik tushunmay keldi va tushunmaslikda davom etyapti. Xo'p, demak, diqqat bilan ko'ring. Vaqt ajrating. Darslarimiz biroz uzoq. Iloji yo'q. Bir narsani har tomondan taftish qilib, ichiga, mohiyatiga yetib boriladigan mavzular, gaplar qisqa bo'lmaydi o'zi. Bo'la olmaydi ham fiziki. O'shanga ma'zur tutasizlar, darslarning soatlari sal uzoq. Lekin sabr qilib ko'rsanglar, xudo xolasa yaxshi tasavvur qilib tushunib olasizlar. Xo'p, demak, o'tgan darslardan ma'lumki, demak, elektr maydon energiyasi ko'rinishiga yoki magnit maydon energiyasi ko'rinishiga o'ta olar ekan. O'girila olar ekan. Transformatsiya bo'la olar ekan. Bu yerdagi transformatsiya so'zi transformatorga chalg'imanglar, o'zi o'girilishni aytadi. Bir turdan boshqa turga o'girilishni aytadi yoki mana bu ba'zi mana pilla qurti deydi, kapalakka aylanib ketibdi. Yoki ba'zi qurtlar nima bo'ladi? O'zini ustini qoboq bilan o'raydi-da, kokon deydi. Va Xudoning qudrati bilan teshib bir kun butkul boshqa ko'rinishdagi, boshqa bunisi sudralib yuruvchi, uchish yo'da tursin, bir tepalikka ham chiqa olmaydigan bir sudralib yuruvchi narsa nima qiladi? Bemalol osmonlarda parvoz qiladigan kapalakka aylanib qoladi. Mana buni transformatsiya ma'nosi shu. O'girilish, bir turdan boshqa turga, bir ko'rinishdan boshqa ko'rinishga o'girilish degan ma'noda transformatsiya. Boyagi TPning ichidagi transformatordagi transformatsiya ma'nosida emas. Demak, bo'la olar ekan va o'zidan nima bo'lar ekan? Mana shu kondensator qatnashib qolgan, chulg'am qatnashib qolgan zanjirlarda asosiy o'ziga belgilab berilgan asosiy ishni bajarish bilan birga neizbejna yo'l-yo'lakay energiyani g'amlab qolinishi kuzatilar ekan. Xo'p, endi keling, uzoqdan olib kelyapman, yaxshi tushunishinglar uchun yana ham yaqinlashdik mavzuga. Ana endi keling o'zimizni mavzuga yana ham yaqinroq kiraylik bu hovliga. Demak, nima? Bizning tizimimiz nima edi? Sinusoida. Bu yerda vaqt sekundlik, bu yerda u kuchlanish volt deylik. Bu yog'ini chizmadim, davriy davom etadi. Qanday? Asi 50 Hz. Sekundiga 50 ta davr qilib turgan o'zgaruvchan tok tizimi, bizning energiya tizimi. Nafaqat bizni, butun dunyoda energiya tizimlari shunaqa. Butun dunyoda mana shunaqa o'zgaruvchan tokli, o'zgaruvchan kuchlanishli, o'zgaruvchan bo'lib ham betartib o'zgaruvchan emas. Aynan sinusoidal o'zgaruvchan toklik energiya tizim qurildi, shuni ustiga hamma narsa qurildi, shundan foydalanadi. Butun dunyoda. Nega o'zgaruvchan desa, energiyani masofaga uzatish uchun, transformatsiya uchun, elektromagnit induksiya fizik hodisasi ishlashi uchun o'zgaruvchan. O'zgarmasda tamom bo'ladi yana.
O'zgarmasga o'tish bilan nima bo'ladi? Energiya tizim yana xuddi transformatorlarni hozir o'yindan chiqarib yuborsak, butun dunyoni energiya tizimi vang'illab kecha kunduz ishlab yotgan energiya tizimidan transformatorlarni shunday sug'urib olsangiz, birdan energiya tizimi butun dunyoda qulaydi. Energiya uzoq masofalarga o'ta arzon yo'lkira bilan tashilishi uchun energiyani o'ta katta kuchlanish ostida chiqarib yuborish kerak, tashish kerak. O'ta katta kuchlanish ostida bo'lishi uchun generator statoridan chiqib kelayotgan 6 kilovolt, 10 kilovolt bor, yana 20 kilovolt generator statoridan katta 220 kilovolt chiqib kelmaydi. Ana ularni nimadir qurilma 10 kirib 500 kilovolt bo'ladigan narsa kerak. Ana o'sha transformator. Demak, transformator ishlashi uchunchi elektromagnit induksiya degan fizik hodisa ro'y berishi kerak. Elektromagnit induksiya degan fizik hodisa ro'y berishi uchun esa nima bo'lish kerak? Maydon o'zgarib turish kerak, sobit turish kerak emas. Maydon o'zgarib turish kerak. Maydon o'zgarib turishi uchun esa tokni o'zi o'zgarib turish kerak. Shuning uchun AS tanlandi. Qay darajada o'zgarib turish kerak? 50 Hz chastota ostida, qayerlardadir 60 Hz. Amerikada, Yaponiyada. Asosan 50-60 shu orada. Mana o'zgarib turgan. Bekorga nuqul mashinga ko'zimiz tushirmaydi. Butun dunyoda shu. Ko'tarilyapti, nolga tushyapti, ishorasi o'zgaryapti. Va 200 oddiy rozetkaga nisbatan buni ham tushuntirib keting. Rozetkaga nisbatan gapirsak, mana shu 220 volt, mana bu ham minus 220 volt. Mana bu 0 volt. Mana mamati demak 8 volt, mana mamati 32 volt. Masalan, mana mamati yarmi bo'lgani uchun demak 110 volt. Ko'tariladi, qaytadi. Ishorasi o'zgariladi, ko'tariladi. Bu ham o'zi tushgan ko'ringani bilan ishoraga nisbatan bunda o'girib qarasa, minus tomonga qarab ko'tarilyapti-da. Katta qiymat bo'lyapti-da. O'zi vizualni qarab turganingizda pasaygani bilan yo'q, ko'tarilyapti. Faqat teskari tomon ko'tarilyapti mana. Tushadi. Ko'tariladi, tushadi. Ko'tariladi, tushadi. Mana shu. Mana shu davriy davom etadi. Va 50 Hz degani mana shundan 50 ta davr qiladi. Mana bitta davr. Va boshlangan joyga qaytib kelishini davr deydi. Demak, mana bu davrdan 50 ta bo'lgandan keyin bu nima bo'ladi? Mana shu necha sekund mana shu orada? 50 dan 1. 1 sekundda 50 ga bo'linganida, mana shu vaqtda ko'tarilib, pasayib qaytib keladi joyiga. Mana buchi bitta o'rkachini olsak-chi, bitta dona o'rkachiga mana mashinga qancha vaqt ketib qoladi shunga? Bitta ishorasini o'zgartirmay maksimumga chiqib 0 ga qaytib tushgani. Mana bu o'rkachga. Mana bu o'rkachga. Mana shu oralig'iga qancha vaqt ketib qoladi desa, davrga 50 dan 1 bo'lgandan keyin yana 2 ga bo'lamiz. 100 dan 1. Mana shu. Atigi 0.01 sekund. Atigi 100 dan 1 sekundda boru ko'tarilib 220 ga qayt 0 dan boshlanib, ko'tarilib 220 ga qaytib tushib yana 0 bo'lgan bo'ladi. Atigi shu sekundda. Shuni ikkitasi 0.102 sekund bo'ladi. 50 ta takrorlangani 1 sekund bo'ladi mana bu yerda. Shu darajada pashshani qanotiga o'xshab vizillab turadi. Chiqib tushib turadi, mana bunday bo'lib turadi. Nega bu qadar mana bunday sekinroq bo'lmasmidi? Yo'q, elektromagnit induksiya hodisasi zo'r kechishi uchun. Qancha ko'p chayqatsa, shuncha zo'r ikkilamchi chulg'amda energiya qo'zg'aladi, ya'ni energiya ko'chib o'tadi. Demak, butun dunyoda mana shu tanlab olindi, ha? Endi mavzuga yana bir qadam yaqinlashsak, ha? Boyagi kondensator, demak, shunday nagruzkalar borki, masalan LED lampa. Mana LED lampa. Va mana LED lampa ikkita bundoq prujinali qulog'i bor. Patologni teshib, galaga bundoq lip etib qulog'i bilan tortilib oladi patologi. Uni bundoq simi bor. Va nima bor? Mana bu yerda drayveri bor. Ko'rsa hamda nasib ko'zimiz tushadi. Ha? Nima? Driver deb yozib qo'ygan, driver deb.
Shu driversiz yonmaydi. Mana bu driveri bor. Mana shu driverni kir urishiga qarasanglar, kondensator bor ichida, platada bu. Bir qancha kondensatorlari bor. Bir qancha kondensatorlar bor. Demak, xuddi bundan oldingi misollarga o'xshab, mana bu plus, mana bu minus. Va siz o'zgarmas tokka chizyapsiz, hozir o'zgaruvchanga ham o'tkazib tushuntirib beraman. O'zgarmasdan boshlab turing, tushunish osonroq-da. Va mana bu yonib turgan, charaqlab yonadigan led lampani mana bu lampochka desam, ha? Mana bu uyimizning vyuklchateli bo'lsa, mana shu driveri sabab ichida platasida kondensatorlar bo'lgani uchun hammasini maydalab chizib o'tirmayman. Kondensatorlar summarni, kondensatorlar ham rezistorlarga o'xshab hisob-kitob payti qo'shiladi. Qarshiliklar ketma-ket tursa R1, R2, R3, ketma-ket tursa общийsini summarniy qarshilik barobar bo'ladi. R1 qo'shuv R2 qo'shuv R3. Kondensatorlar ham xuddi shunaqa qo'shiladi. Faqat ular parallel turganda qo'shiladi. Ketma-ket turgandacha bir taqsim sig'im umumiy teng bo'ladi. Bir taqsim kondensator 1, kondensator 2 mana bunaqa teskari proporsional qo'shiladi. Muhimi hozir bu matematik formulalar emas. Muhimi mana shu ichidagi ves kondensatorlarni summarni qanchadir kondensator deylik, jamlab turib, bitta kondensator deylik, mana oraga qo'shilib qoladi. Ko'rasizlarmi? Driveri. Mana bu kondensator endi nima bo'ladi? Albatta ampermetr mana shu kondensator yo'q holida lampochkani yoqsa o'ziga yetarli amperni olardi, o'chirsa o'chardi. Endi oraga kondensator kirib qolgani uchun nima bo'ladi? Albatta ko'proq ampermetr strelkasi oldingidan ko'ra bunday bo'lib qoladi. Nimaga endi buni ham to'yintiradigan tok oqadi-da, hozir endi bitta emas-da nagruzka. Bu ham endi uslovniy, shartli bir nagruzka-da. Buni ham mana bu yerga g'amlan aytdi-ku, mana bundan oldin nimaga 2 soatlik dars qildim energiya g'amlanishi bo'yicha. Modomiki kondensatorlarda energiya g'amlanar ekan, shu g'amlanayotgan energiya qayerdandir olinadi? Mashdan oladi, boshqa oladigan joyi yo'q. Mana shu kir urishdan oladi. Hamma narsa shuni yelkasiga o'tiradi. Demak, lampochka yoqishga ham, bunga ham energiya qo'shilib qolgandan keyin ampermetr albatta oshib qoladi. Endi hech kim buni nima keragi bor edi, o'zingga energiya g'amlab, ampermetr yana ko'proq senga tok kerak. Jo'rttaga birov bizaga shu noqulaylik bo'lsin. Shu yerda reaktiv tok deb shuni aytadi, reaktiv tok oqsin. Bizga noqulaylik bo'lsin deb bir dushmanlik qilib buni qo'ymagan. Buni o'zi ishlashiga bu driver kerak, platada tranzistor, bitta mikrosxema, blok pitaniya, yana bir nimalar va albatta orada kondensatorlar o'zi bu ishlashi uchun kerak. Hech kim bu kondensatorlarni bizga mana shu yerga energiyani g'amlab olamiz, odamlarga noqulaylik tug'dirish uchun ampermetrlar sal oshib qolsin, amper ko'tarilib qo'ygandan keyin nima qilamiz? Qalinroq sim tashlash kerak. Kichkina amperga ingichka sim tashlash kerak, kattaroq amperga qalinroq. Odamlarni bekorga qalin sim tashlashga majbur qilamiz. Qalin sim qimmat turadi. Luboy do'konga kirib 1,5 kvadrat sim nech pul desa, 10 ming sim desa, 2,5 chetsa 10 ming deydi buni ham. U 18 ming deydi. Nimaga qimmat degan savol juda jahlini chiqarib yuboradi xaridor, sotuvchilar. Nimaga qimmat degan savol o'ta bema'ni savol aytadi. Nimaga qimmat bo'lmaydi? Ukam nima deyapsan o'zi? Bu 1,5 kvadrat bo'lsa, bu 2,5 bunga ko'p mis ketgan bo'lsa, qalinligini ko'ryapsan, biri bundoq, biri bundoq. Gabaritini qara, buni ingichka, bu qalinroq. Bunga oshiqcha mis ketgan, oshiqcha ustiga izolyatsiyaga har kilometriga bunga 132 kilo ketgan bo'lsa, 2,5 kvadratga 248 kilo ketgan. Bu hammasi puli, tannarxi chaqiladi deydimi? Qalin narsa, og'ir, ko'p seryo ketgan, mahsulot ko'proq ketgan narsaning tannarxi ham qimmat bo'ladimi? Mana bu yerda hech kim bizga dushmanchilik qilib, mana bu kondensatorlarni tiqib qo'ymagan.
Buni ishlashiga o'zi kerak. Driversiz ishlamaydi. Lekin bu yerda nima? Mana shu yerda ish bajarilishi mobaynida, LED lampa yonishi mobaynida neizbejna mana shu yerda energiyani g'amlanishi va qaytarib berilishi kuzatilib qoladi. Birov qasddan qilmagan, dushmanlik qilib. O'zi to'g'ri, yaxshi niyatda mana buni yonishi uchun yasagan. Lekin mana shu maqsad hosil bo'lish bilan birga nima bo'ladi? Orada energiyani g'amlanib qolishi, modomiki yo'lda kondensator bo'lgani uchun yo'lda kuzatiladi o'z-o'zidan. Ana endi xuddi shunga o'xshab nima? Elektr dvigatel. Mana oyog'i. Mana bu yerda boltlab qotirib qo'yibdi. Mana bu yerdan A, B, S'ni olib kelib ulabdi. Endi qopqog'ini ochib ichini chizib o'tirmayman. Mana vali. Qayergadir elektr dvigatel o'rnatdik. Suv nasosdir, liftdir, piloramadagi arradir. Sanoatimizda elektr dvigatellarning roli katta. Hamma yoqda butun harakat zoti borki, dvigatellar ta'minlab turibdi. Bir zavodlarga kiramiz, manipulyatorlar buni olib bu yoqqa qo'yadi. Mana buni shampun chiqadigan joy ekan. Shampunni olib bu yoqqa taxlida, va mana buni qara. Bunda olyapti-da, qo'yyapti. Bir nima jarayonlar ketyapti-da, bizga motorlar ko'rinmayapti-da. Aslida mana shu olamni, bu voqealarni qahramoni boyaga chiroyli qilib bo'yab qo'yilgan robotlarning qo'li emas. Hamma robotni ko'rib, robot hozani qo'yib ketgan. Va ajoyib narsa ekan. Qara, o'zi qilib tashib, mashinalarni yig'ib tashyapti. Qara, svarka qilib, torpedkalarni qotirib, avtomobil zborka qilib beryapti hamma. Robotlar deydi-da, hamma robotni olqishlab yotadi-da, u bilan vasxishatsa qilib. Bilmaydiki, bu voqealarni butun zavod, fabrikalar, butun sanoat va hammasini voqeani eng bosh qahramoni, haqiqiy qahramonlar mana. Faqat bular bechara va hayotda ham o'zi ko'p shunaqa bo'ladi. Nuqul anu asl xizmat qilganlar, asl shuni loyiq bo'lganlar bir chetda qolib ketadi-da, ko'zdan nari bo'lib. Umuman 2-chi, 3-chi darajali odamlar anaqalarga chiqib, sahnalarga chiqadi, ordenlar oladi, gramatalar oladi-da, asl bu ishni qilganlar voqean qahramon qolib ketadi. Mana qahramonlar. U robot bundoq chiroyli ko'ringani bilan uni ichida privodi bor. Bundoq qarasangiz motor qilyapti, o'zidan o'zi yurmaydi u. Motorlar aylanyapti ichida. Elektr dvigatel bu elektr energiyani mexanik energiya deganimiz harakat shu. Mexanik harakatga aylantirib beradigan elektr mashinani elektr dvigatel deymiz. O'z-o'zidan nima bo'ladi? Butun sanoatimiz, butun hayotimiz mana shularning ustida turibdi degani. Haqiqiy qahramonlar parda ortida, hech kim ko'rmayapti. Bularni taqdirlamagani bilan mana haqiqiy qahramonlar. Elektr dvigatellar. Son sanoqsiz elektr dvigatellar ishlab turibdi. Ana endi modomiki bu hayotimizda juda ko'p qo'llanar ekanmiz, umuman hayotimiz harakatdan iborat ekan. Harakatni mana bu yaratar ekan. Nima bo'ladi? Elektr energiya harakatga o'girilish mobaynida chulg'amli, juda ko'p chulg'amli joyi bo'lgani uchun, bu o'zi shunaqa yaralgani uchun, buni o'zi badani, ichagi, o'pkasi, jigari, umuman o'zi bu anatomiyasi shunaqa bo'lgandan kelgan. Buni bu yerda ayblab bo'lmaydi. Nima bo'ladi? Mana shu ish bajarilish bilan birga neizbejna iloji qanchadir energiya g'amlanib qoladi mana bu yerga. Qolgani o'tib ketaveradi, energiya kirib ish bajarilaveradi, lekin orada nima bo'ladi? G'amlanib turadi. Ana endi g'amlanganni bizga nima yomon tomoni bor desa, endi shunga kelyapmiz. Biz shu paytgacha o'zgarmas to'p plus minusda однотонный bir tomonga oqadiganni chizib ko'rsatib kelganim uchun nima bo'ldi? Kondensator to'yinib qoldi va to'xtadi. To'yindi mana.
Bu yog'i manfiy, bu yog'i musbat bo'lib zaryadlandi, to'xta. To'yingandan keyin bo'ldi. Elektron kirmaydi u yoqqa. Xona to'ldi-da, odamlar koridordan kirmaydi-da, koridordan. Endi bizni tizimimiz nima? Mana bunaqa-ku. O'zgarmas-ku, o'zgarmas emas-ku. Ana endi nima bo'ladi kartina? Endi kartina nima bo'ladi desa, mana bu kondensatorni ichiga to'plangan zaryadini qaytib bu yoqqa oqishi uchun, mana bu yerga umuman kuchlanishga ega bo'lmagan potensiali 0 narsani ulash shart emas. Bunda endi shuvullab zo'r oqadi. Lekin mana shu yerda ikkita elektrodani orasida potensiallar farqi 24 volt bo'lsa, biz 20 voltga ega narsa ulasak ham 4 volt bunda oshiqcha bo'lgani uchun nima bo'ladi? Oshiqcha bo'lgani uchun bunga qarab to'g'ri, umuman 0 voltli lampochka ulagandagi shiddat bilan emas u sekin oqishni boshlaydi. Chunki 4 voltga balandroq-da baba 20 dan. 24 ga 24 qilsa oqmaydi. 24 ga 20 qilsa sekin oqadi. 24 ga 12 qilsa yaxshiroq oqadi. 0 volt qilsa zo'r oqadi. Eng zo'r oqqani nima? Peremichka qilsa paq etib korotka bo'lib, yaxshigina chaqnab tok oqadi. Eng zo'ri mana peremichka qilish. Qisqa tutashtirish. Demak, biz shu paytgacha chulg'amlar orasiga elektr energiya magnit maydon ko'rinishida g'amlanib qoladi. Kondensatorlarning ikkita plastinalari orasiga elektr energiya endi elektr maydon ko'rinishida g'amlanib qoladi deb keldikda, xuddiki bir g'amlandi to'xtadi deb qarab keldik. Endi bizni emas, butun dunyoda tizim bunaqa bo'lgani uchun nima bo'ladi? Qarang. Maksimumga chiqquncha mana shu joyda energiya g'amlanadi. Orqaga ketgani uchun xuddi kondensator 24 voltliga hozir pastiga 20 voltli narsa ulasak, 4 volt bu kattaroq bo'lgani uchun oqim baribir kuzatilgani uchun kuchlanish orqaga qarab ketganda nima bo'ladi? Mana shu g'amlangan energiya qaytarib beriladi. Yana qaytib oladi. Bu tomonni mana ajratish uchun ana bunaqa nuqta chizing. Ishora o'zgaradi-da, yana ko'tarilishga qarab ketdi. Mana bu joyda energiya chulg'amlarning ichiga bundoq go'yoki real hayotda unaqa emas, tushunishingiz uchun aytaman. Machalka gubka suvni shimib olgandek quruq gubka. Mana suvni shimdirib olani gubkaga deymiz, oladi, gubkani bundoq qilsa shimib oladi. Endi umvalniga siqib tasha deymiz, olib borib bundoq siqsa to'kib yuborish mumkin. Mana bu yerdagi suvni bu yoqqa ko'chirish mumkin gubka orqali. Qanday qilib bundoq qo'yamiz, shimib oladi, bundoq siqsa umvalniga oqib ketadi. Ichida qolmadi-yu, yana bundoq qilsa shu ho'l holida bundoq qilsa shimmaydi. Shimish uchun buni siqib chiqarib olish kerak. Keyin bundoq qilsa shimib oladi, siqamiz. Mana shunaqa qilib 3-4 marta qilib nima? Mana bu yerdagi bir ko'lmak suvni naryoqda turgan umvalnikka oqizib yuborishimiz mumkin. Prosta shimdirib, siqib, shimdirib, siqib. Shunga o'xshab mana bu chulg'amlarning orasida energiya g'amlanib qoladi. Kondensatorni plastinalari orasida energiya g'amlanib qoladini xuddi gubkaga o'xshatsak, shu narsalarni chulg'am bilan kondensatorni plastinasini gubka desak, uslovna nima bo'ladi? Mana shu joyida shimadi, mana shu joyida siqqandek tarmoqqa qaytarib beradi. Mana bu joyida shimadi, mana bu joyida qaytarib beradi. Mana bu joyida shimadi, yana bu joyida qaytarib beradi. Mana o'zgarmas tokda biroz endi nima? Energiya tinmay shimilib qaytib yuradi. Lekin o'zini ishi ham diqqat qiling, o'zini ishi ketyapti. O'sha faoliyat mobaynida o'sha ishni bajarish bilan birga neizbejna-da bu. Led yonyapti. O'ziga taalluqli tok, o'ziga taalluqli energiya bunga kelib, yorug'lik energiyasiga aylanib, odamlar o'tiribdi, xona yorug',
oilaviy suhbat qilib, ovqatlar yeb o'tirishibdi, kechki ovqatni. Mana bu o'zini asl nimaga yaraluvdi bu? Odamzodga xizmat qilgan. Uylarini yoritgan, odamlar yorug', farovon uylarda yashasin deb yaraluvdi. Bu o'zini missiyasini yaralishi nimaga yaralgan? Uni bajaradi. Shu bilan billa neizbejni orada modomiki buni konstruksiyasida, buni anatomiyasida, buni ichak chavog'ida kondensatorlar qatnashar ekan, buni hech kim qasddan mana bunaqa gubga o'xshab shimsin deb bersin, shimsin deb mana shunaqa ishlar bo'lib ketsin deb qilmagan, diqqat qiling. Buni qasd qilmagan. O'zi yaratgan buni. Buni yonishiga kerak bu. Televizor ko'rsatishiga ichini ochsa, televizorda ham kondensator hamma yoqda bor. Qayerda plata bor, qarang, albatta 5-6 ta kondensatorga ko'zingiz tushadi. Bu o'zini missiyasini bajarib, yorug'lik taratish bilan billa o'sha paytda nima bo'ladi? Qandaydir energiya shimilib tarmoqqa qaytib, shimilib o'rkachni, sinusoid o'rkachini mana bu qismida shimilib, bu qismida tarmoqqa qaytib, bu qismida shimilib, bu qismida tarmoq. Mana shu katta chastotada mana shunaqa bo'lib berib olinib yotgan bo'ladi tarmoq bilan. Mana bunga bilan billa bu ishlayveradi bu. Shu orada, shu jarayonning ichida dvigatellarda ham aylanib lift Burj Xalifada odamlarni olib chiqib beryapti 150-etajga. Panoramada daraxtlarni aralab tashyapti, arraga ulab qo'yibdi-da, bunaqa mexanizm qilib. Hammasida ham motor turibdi, harakat manbasi bo'lib. Va bu yerda hech kim mana buni qasd qilib, shimsin qaytarib bersin, shimvosin qaytarib bersin energiyani deb qasd qilmagan. Buni o'zi anatomiyasida chulg'am qatnashgani uchun, elektr dvigatel o'zi chulg'amli uskunada, chulg'amga asoslangan. Mana buni aylantirib, odamlar bu nimaga yaraluvdi o'zi? Odamlarning hayotini farovon, odamlarning qo'l mehnatini olgan. Qachongacha odamlar o'zi aralaydi? Qachongacha o'zi randalaydi? Bir paytda duradgorlar randalavri qo'li, duradgorlar hamma chayir, kachok bo'lardi. Mana shu ishni bajarish bilan billa parallelni shu yerda timmiy tarmoq bilan qanchadir energiyani ichida shim g'amlab olgan, qaytarib bergan. Shimish bu yerda obrazda hech narsa orasida suvga o'xshab turib qolmaydi. Shimiladi deb gapiryapman. Prosta maydon ko'rinishida chulg'am orasida turib qoladi. Mana bu kontaktorni ulaganimizda shaq etib mana buni tortib olganida, mana shu yerda energiya bor-da. Demak, neizbejni oladi beradi. Ko'tarilib maksimumga chiqquncha oladi, maksimumdan qaytganda beradi. Ishora o'giriladi. Bu tomonida yana oladi, maksimum past uchun mana bu yer maksimum. Mana shu davriy davom etadi. Mana bu motorning shilligiga 3 kilovat deb yozgan masalan. Men bir dom qurdimda, o'sha yerga lift qilmoqchiman yoki uyimni 3 etajli qildim. Ichiga lift qilmoqchi bo'ldim. Liftchini chaqirdim, liftchi keldi, hisob-kitoblarni qildi. Bir vaqtning o'zida nechta odam ko'tarilishi mumkin? 10 talab mehmoningiz chiqishi mumkinmi? Yo'q, 3-etajda bizni faqat spalnyamiz, o'tga xos xonalar bor. U yerga bo'lsa, men 2 ta odam uzog'i bilan liftda bir vaqtning o'zida 2 ta odam bo'lishi mumkin. Mehmonlar 1-etajda hammasi, mehmonxonalar. Hech kim 3-etaj ko'tarilmaydi desam, ha, unda deydi, hisob-kitob shunga bog'liq. 2 ta odamli lift deydi, u mana bunaqa, uni shkifi bunday bo'lishi kerak. Unga 3 kilovat motor ham yetadi deydi. Tepaga demak bitta elektr dvigatel olib berasiz, biz bu yoqlarni qilib beramiz. Elektr dvigatelni 3 kilovatli olib bering deydi. Masalan. Endi dvigatelni shilligiga ko'rsangiz 3 kilovat va kosinus fi 0.76 deb yozib qo'ygan. Qarang. Diqqat qiling. Mag'ziga kelyapmiz, kulminatsiyasiga. Dvigatelni shilligiga 3 kilovatli dvigatel, lekin kosinus fi 0.76 deb yozib qo'ygan. Qarang. Ana endi kosinus figa yetib keldik. Kosinus fi degani, diqqat qiling. Kosinus fi barobar mana shu songa teng degani, mana bu shitdan
mana bu ABC kabel baribir qayerdandir shitdan yoki transformatordan, tepadan keladi. Kosinus phi 0.76 degani, qarang. Nafaqat dvigatelda. Qayerda kosinus phini ko'rsangiz, qayerda? LEDdami, transformatordami, bir nimadami va elektr jihozlar ko'p juda. Qayerda ko'zingizga kosinus phi barobar deb yozilgan mana bu son 0.76 dir, bitta joyda 0.8 deb yozadi. Bitta joyda kosinus phi barobar 0.85 deb yozadi. Bitta joyda kosinus phi barobar 0.92 deb yozadi. Masalan, aniq qat'iy son emas. Ba'zi dvigatelda 0.76 yozsa, boshqa tip dvigatellarni ko'rsangiz 0.86 yozgan bo'ladi. 0.89. Pashti 0.9. Va butun dvigatellarga xos narsa emas bu. Mana shu iminni bozorga tushdimda, motor sotadigan magazinga kirib, bundoq qarab yuraman 3 kilovatlarni deb. Ha, mana 3 kilovat deb ko'rdimda, ya'ni o'shani kosinus phisini 0.76 yozgan ekan. Kosinus phi 0.76 degani mana shu kelayotgan energiyani 76% mana bu valgacha yetib keladi, nazarda tutgan degani, tushundingiz-a? Kosinus phi 0.76 degani tarmoqdan olayotgan energiyang bor-ku, ha, shu energiyani hammasi valga yetib kelib ish bajaradi deb hisoblamagan. Men chulg'amga ega, meni anatomiyam, men shunaqa yaralganman. Meni yaralishim o'zi chulg'amli uskunaman men. Chulg'am ko'p menda. Demak, chulg'am ko'p bo'lgani uchun mana bu kirib kelayotgan energiyani hammasi meni valimgacha yetib kelmaydi, to'g'ri tushun. Ha, Xudo yaratgan qoidalarga ko'ra, mana shu chulg'amda bir qism energiya g'amlanib qoladi. O'tib ketaveradi. Energiya mana bu yoqqa yetib kelaveradi, lekin shu bilan birga orada ham qolib ketadi. Shimilib qolib ketadi orada. Qolgani o'tib ketaveradi. Shu qay darajada qolib ketadi-yu, qay darajada yetib boradi. Mana degani, mana o'sha. Diqqat qilgan, 76% menga yetib keladi. Shuni nazarda tutgan degani bu 0.76 degani. 76%. Shuning uchun hop nega menga buni gapirib olsam, farazan motor bilan gaplashyapman. Nega menga buni gaplashyapman desam, motor yana aytadiki, qara. Senga boyagi liftchi usta 3 kilovatli motor hisoblab berdi. 3 kilovatdan kam bo'lsa ko'tara olmay qoladi shu odamlarni. Mamlaqa chayqalib lift yarim yo'lda qolib ketishi mumkin. Hisob kitob qilib 3 kilovat, 3 qavatli uyingga mana shu motorni tavsiya qildi senga. Ha? Mana men 3 kilovatli motorman. Hop, lekin nazarda tutgan mana bu yerdan menga kelayotgan energiyani hammasi yetib kelmaydi. Menga 76% yetib keladi. Qolgani mana bu chulg'amda qolib ketib qoladi. Magnit maydon ko'rinishida turib qoladi. Biz gaplashdik buni yuqori darslarda. Bekorga mana soatlab qilmadik. Turib qoladi. Neizbejna bu. Men shunday yaralganman. Menga da'vo qilishga, xafa bo'lishga haqqing yo'q. Chulg'am borki, u nafaqat motorda. Transformator bo'lsin, drussel bo'lsin yoki prosta yerda yotgan rulon kabel bo'lsin, u ham chulg'am. Svarka apparat bo'lsin, u ham chulg'am. Chulg'am zoti borki, chulg'amga ega. Mana bu ham, hattoki. Mana bunda ham bor-ku katushkada chulg'am. Ha? Demak, qanchadir energiya bunda g'amlanib qolar ekan. Albatta, o'sha g'amlangani tortyapti-yu, taq etib. Chulg'am zoti borki, u yerda energiya g'amlanib qoladi. O'rkachni mana bu yarmigacha, keyin qaytadi tarmoqqa. Yana g'amlanadi, yana qaytadi. Bu neizbejni, buni hech kim yo'q qila olmaydi. Hech kim, Yaponiya ham, Elon Musk ham, Albert Einsteinni go'ridan tiriltirib olib kelishsa ham, buni hech kim hal qila olmaydi. Chulg'am zoti borki, ish asosiy o'zini faoliyatini bajarish bilan birga o'zini ichida qanchadir energiya magnit maydon ko'rinishida g'amlanib qoladi. Xo'p, tushundim. Nima demoqchisan desam, motorga aytadiki,
modomiki mana bu yerdan oqib kirayotgan energiyani menga 76-100% emas, 76%gina yetib kelar ekan. Qolgan bu yoq 24% bo'ladimi? 24% mana bu chulg'amda shimilib qolar ekan. Endi sen shuni nazarda tutginki, menga 3 kilovatga yarasha kabel tashab, secheniya, 3 kilovatga yarasha toklarni hisoblamagin menga. Menga shunday energiya chiqarib yuborginki, shitindan menga qarab shunday bir energiya chiqarib yuborginki, o'sha energiyani ko'paytiramiz 0.76 ga. 76% 3 kilovat bo'lsin. Degan ma'noni bildiradi bu. Demak, mana shu motorim yaxshi ishlashi uchun haqqoniy rostdan ham 3 kilovat quvvat berib, liftlarni chirpirak qilib ko'tarib tushirishi uchun, shildigiga yozgan 3 kilovatni menga berishi uchun men rovna o'ziga mos energiya yuborishim kerak emas. Chunki kosinus phi agar 1 ga teng bo'lganda edi, bo'ldi, men shunday uskunamanki, qo'rqma, yo'lda to'kilib, sochilib, shimilib qoldi, u yo'q, menda bosh og'rig'i yo'q. Qancha energiya yuborsang, o'shani hammasini ma'brobotga qilib ish bajaraman. Chiroqni yoqaman, aralayman, suvna sus bo'lib ishlayman, uskunalarni ish bajaraman deyapti. Asl maqsadga hammasi yo'naladi. Yo'lda qop ketish degan narsa yo'q. Men shunday uskunaman degani mana shu kosinus phisi 1 ga teng narsalar degani shu. Kosinus phi 1 ga misol, mana kosinus phi 1 ga misol. Mana burungi nakal lampalar. Mana shunga qancha energiya borsa, hammasi yorug'likka aylanadi. Chunki buni yonida driver yo'q, plata yo'q, kondensator yo'q, chulg'am yo'q, hech narsa yo'q. Mana kosinus phi 1 ga misol. Tefal choynak. Mana tellar, uyimizdagi maslni abagravatorlar. Mana bular nima? Na yo'lda kondensator, na yo'lda g'alati bir katta chulg'amga ega narsalari bo'lgani uchun nima bo'ladi? Energiya hech qayerga g'amlanib qolmay, shimilib qolmay, hammasi asl buni o'zini faoliyatigacha yetib borgani uchun kosinus phisi 1 deyiladi. Shuni boshqacha aytsak, aktiv nagruska deydi shuni. Kosinus phi barobar 1 ning ikkita nomi bor. Va ikki xil nomla olayman. Tefal choynakni. Mana bu tefal choynagim aktiv nagruska. Mana bu nakal lampam aktiv nagruska desam ham to'g'ri. Shuni kosinus phi ga tayanib aytsam, mana bu tefal choynakning kosinus phisi 1 ga teng. Nakal lampani kosinus phisi 1 ga teng. Dazmolni kosinus phisi, dazmol ham hammasi abagravator bo'ladi. Har xil shakl bo'lyapti-da. O'sha abagravator ana bu yerda maslinli bo'lib qizdiryapti. Ana bu yerda tefal choynakni tagini qizdirib, suvni qaynatib yuryapti. Dazmolni qizdiryapti. Hammasi ham nima? Oddiy nixromdan qilingan. Ichida qiziydigan element bor. Ko'ryapsizlar, aktiv nagruska ham shu, kosinus phisi 1 ga teng nagruska deganim ham shu. Teng kuchli. Bitta narsani ikki xil nomlayapman. Nega kosinus phi 1? Chunki buni yo'lida na kondensator, na chulg'am bor. Yana o'zi nechta narsalar bo'ladi yo'lda o'zi? Yoki kondensator, yo chulg'am bitsa, yoki kondensator bo'ladi, yo chulg'am bo'ladi. Bo'ldi. Hayotimizda duch kelishimiz mumkin bo'lgan mana shu energiya bir qismi g'amlanib qolibdi-da shu yerda. Nima ko'rinishida? Elektr maydon ko'rinishida. Demak kondensator bor ekanda yo'lda. Yoki kondensator bo'ladi, magnit maydon ko'rinishida g'amlanib qolibdi, bir qism energiya desa, dvigateling bormidi? Deydi-yu. Yo'q, nima bo'ladi? Chulg'am shaklida bo'ladi. Bo'l, 3-chi, 4-chi u yog'i yo'q. Bilib oldinglar. Energiya yo'l-yo'lakay o'zini asl faoliyatini bajarish bilan birga yo'lda ozgina turib qoladigan energiya yoki kondensatorda bo'ladi, yoki chulg'amda bo'ladi. Boshqa narsa yo'q. Yoki kondensatorda, yoki chulg'amda. Qolgan boshqa narsalar ham baribir aylanib o'rgilib, bunga oid bo'ladi, kondensatorga, chulg'amga oid bo'lib chiqadi. Boshqa narsalar. Demak, kosinus phi'ni ma'nosini bildinglar. Kosinus phi 1 ga teng degani
Men zo'r nagruzkaman. Xavotir olib, hisob-kitoblar qilib yurma. Qog'oz qalam olib, voy mana buni hisob kitobi bor-da, to'xta. 3 kilovat validagi quvvat bu. Validagi 3 kilovat valda quvvat berishi uchun modomiki men yuborgan kilovat o'sha energiyani hammasi emas, 76% yetib kelar ekan, demak, men biroz ko'proq yuborishim kerak. Ko'proq yuborishim kerak, o'shani 24% mana bu yerda g'amlanib qolib, valgacha yetib kelganini o'zi 3 bo'lsin. Shundan kam emas, unda liftim ko'tarilmay qoladi. Ha, demak, nima o'sha qanchadir ko'proq degani mana shu noma'lum sonni ko'paytiramiz. 76% 3 kilovat bo'lsin degani shu yerdan matematik ifodadan W barobar 3 bo'lib 0.76 bo'ladi. O'sha 4 bo'ladi. Ha, demak, qarang. Mana shu yerda noqulaylik bor. Mana shuni g'amlanib qolish effekti sabab mana shu dvigatel asli 3 kilovatli ish bajara turib, haqiqiy hayotda bizga foydali ishi 3 kilovat ish bajara turib, tarmoqdan nima qiladi? 4 kilovat tortadi. Mana gap qatta. Mana biz nega reaktiv toklarni kamaytir, kosinus phi tushib ketyapti? Muammo qilishimizning eng katta sababi o'zi nimaga? Buni yoqimiz tomoni nima desa, qarang, dvigatel asli 3 kilovatli ish bajara turib, asli. Lekin tarmoqdan 4 kilovat oladi. Ya qanaqasiga 1 kilovat qaq ketib qoldi? Ketib qolmadi. Mana bu yerda g'amlanib qaytarib beriladi. G'amlanadi, qaytarib beriladi. 1 kilovat mana bu yerda kezib yuribdi. Mana shu yerda g'amlanadi, qaytarib beradi. G'amlanadi, qaytarib beradi. Davomli oqib, davomli o'tib turgan qismi va mana bu kabelni diqqat qiling. Alohida ikki xil toklar oqmaydi, juda ko'pchilik chalg'ib yuradi shunga. Aktiv toklar, reaktiv toklar bu hisob-kitoblar uchun prosta odamlar bularni belgilab olgan. Kabellar ichida bitta tok bor, bitta. Faqat mana buni ichiga kirib asl ish bajarilishga qanchasi ketyapti-yu, qanchasi prosta chulg'amlar ichida g'amlanib qolib, sinusoidani bu qismida qaytarib berilyapti tarmoqga. G'amlanib qolib qaytarib berilyapti. Mana shularni hisob-kitob qilish, o'zi uchun kartinani yasni qilib olish, shunga yarasha secheniyalar tanlash. Mana ko'ryapsizmi? Mana buni royasini qilmaganimda hozir 3 kilovat derdim-da. Ha, 3 kilovat demak 6 amper bo'ladi. 3 fazalida. Bo'ldi, demak 6 amperga mos men kabel sotib olaman. 6 amper shkalasida 6 amper bo'lgan APD sotib olaman. Buni o'ta yuklanib ertaga zaklent qilganda yonib ketmasligi uchun APD otish kerak-ku. Hamma narsamni nimaga rashyot qilyapman 6 amperga. Mana shu hisob-kitobim noto'g'ri mana. Men nimaga hisob-kitob qilishim kerak? 3 kilovatga emas. 4 kilovatga hisob-kitob qilishim kerak. Chunki 4 kilovatga yarasha tok, 4 kilovatga yarasha energiya oqib yuradi. Shit bilan buni orasida. Faqat 3 kilovatigina mana bu valga mexanik kuch, birovchi kuch bo'lib yetib keladi 3 kilovati. Hammasi yetib kelmaydi. Nega yetib kelmaydi? Yetib kelmaydi. Shuning uchun katta qilib kosinus phi barobar 0.76 deb yozib qo'ygan. 76% gina yetib keladi. 24% yo'lda qolib ketadi buni. Demak, menga kattaroq energiya, men 3 kilovat ish bajarsam-da, tarmoq uchun o'zimni 4 kilovatdek tutaman. Mana gap qatta. Asli 3 kilovat bajarsam-da, tarmoq uchun o'zimni 4 kilovatdek tutaman. 4 kilovatni tokini olaman. 6 emas, 8 amper olaman. Hayron bo'lamiz, o'zi 6 amperga yarasha 3 kilovat 6 amper bo'ladi. Nimaga 2 amperga ko'p desa, 2 amperi borib qaytib yuribdi. 2 amperi mana ichida yuribdi. Borib qaytib, borib qaytib, borib qaytib yuribdi. Shunga qarab hisob-kitobingni qilgan, ey odamzod, men shunaqa yaralganman degani bu yozuvlar. Lekin nima? Simni ichida juda ko'pchilik chalg'ib yuradi. Reaktiv toklar oshib ketdi. Xuddi simni ichida bir toklar yuribdi-da, aktivniki. Orada reaktivlar ham yuribdi. Sloy bo'lib. Unaqa emas. Simni ichida bitta elektron bulut bor, bo'ldi. Bitta harakat bor, bitta.
Na aktiv, na reaktiv, prosta tok bor. Simlarning ichida prosta tok bor. Na aktiv u, na reaktiv u. U biz mana bunaqa hisob-kitob qilib do'konga borib necha amperli apida olaylik, kabelni qanaqasini sotib olaylik. Mana bularni aniqlashimiz uchun injenerlar o'zi o'ylab topgan narsalar bular. Hisob uchun, o'zidan yo'q joydan emas, mana shu fizik jarayonni matematik modelga o'girib olgan, hisob-kitob uchun. Bu degani 8 amperda 6 amperi asl ish bajaryapti, 2 amperi tarmoqda borib yugurib yuribdi bu yoqdan bu yoqqa. Chulg'am orasiga g'amlanib, qaytarilib. Ya siz energiyadan ne tokka o'tib ketdingiz? Tok energiya shu tokda shu. Energiya deb gapiraman, xohlasam tok deb gapiraman. Hamma narsa aylanib o'rgilib tokka borib taqaladi. Chunki simni ichida na energiya, na quvvat, na aktiv, na reaktiv, na bir nima hech narsa yo'q. Simni ichida tok bor faqat. Eng hammasini ichiga kirsak, zamirida nima bor? Bizni bu sohada o'tkazgich ichidagi elektron bulut yo bu yoqqa ketayotgan bo'ladi, yo bu yoqqa ketayotgan bo'ladi. Bo'l, boshqa narsa yo'q o'tdi kartina. Yoppasiga, unaqa tepasi bu yoqqa-da, pasti bu yoqqa. Bunda tunnelga kirsa, tumanni bir yog'i bu yoqqa oqyapti-da, asosiy qismi 76%. Pastida ozgina joy bu yoqqa oqyapti. Ne bu unaqa ikki yoqqa oqyapti bo'latsa, bular aktiv tokda, mana bu reaktiv. Degan narsa yo'q, sloy yo'q o'tda. Bunaqa harakat bo'lishi ham bir tomonga oqadi, bo'ldi. Yoki bu yoqqa oqadi va o'tkazgichda nima bor? Ikkita uchi bor-da, tunnellar. Yo bu yoq boshi bor tunnelli, yo bu yoq boshi bor. Bo'l ichidagi bulut, yo bu yoqqa oqadi, yo bu yoqqa oqadi. Boshqa kartina yo'q bu yerda. Mana bu bulut bor xolos, elektron bulut. Yoki bu yoqqa qarab ketayotgan bulutni ko'rasiz, yoki bu yoqqa qarab ketayotgan bulutni ko'rasiz. Bo'l, boshqa narsa ko'rmaysiz. Shuning uchun na aktiv, na reaktiv, buni ichida hech narsa, u qog'ozlarda bor, hisob-kitob uchun matematik modelga o'girib olgan injenerlar. Shuning uchun mana bu reaktiv toklar yo'q, bitta tok oqadi bu. Mana bu yerda shu tokni necha foizi asl valni burab, liftni ko'tarib, piloramalarda aralab tashlashga xizmat qilyapti-yu, necha foizi chulg'amlarda g'amlanib qolishga xizmat qilib, mana shu kir urishda kilemligacha yetib keldi-da, birdan motorning hovlisiga kirdi-yu, mana shu yerda qaysi proporsiyada taqsimlanib ketyapti? 0.76 ga 0.24. Mana shu yerda u endi ikki xil atalib qoladi. Mana buning ichida bitta tok bor, bo'ldi. Demak, kosinus fi'ni ma'nosi shu. Vaqtlarimiz cho'zilib ketyapti. Shu joyda tugatib turamiz-da. Kosinus fi'ni ham tushunib oldik. Ma'nosini ana endi yana davom etamiz. Umuman buni hayotdagi ahamiyati. Nega biz kosinus fi pasayishidan qo'rqamiz? Nega biz reaktiv toklarni xohlamaymiz uncha? Nega biz reaktiv quvvatlarni mana shularni qo'rqqanimiz uchun, yoqtirmaganimiz uchun UKRM shitlar, ichiga kondensator taxlangan reaktiv quvvatni kompensatsiyalovchi shitlar o'rnatamiz? Umuman nega davlat ham hamma yoqda aytib yotadi, kosinus figa qara. Necha bo'lib ketdi kosinus fi baland bo'lsin, davlat mana bunaqa shart qo'yib qo'ygan hozir. Davlat. Hamma eshitib qo'ysin. Diqqat, hamma eshitib qo'ysin. Kosinus fini 0.97 ushlang. Kosinus fi 0.97 dan tushib ketmasin degan shart qo'yib qo'ygan hozir. Mana bular haqida darsimizning yakuniy oxirgi qismida gaplashamiz. Hozircha bu faqat kosinus figa bag'ishlandi. Demak, tushunib oldik. Necha foizi asl ishiga asl ishi buni yoritish. Buni asl ishi validagi kuchi. Yo'ldagi turib qolganlar, bir nimalar emas. Asl ishi validagi burovchi kuchi. Mana shu asl ishiga tarmoqdan oqib kelayotgan energiyani necha foizi yetib keladini bildiradi kosinus fi. Eng zo'ri kosinus fi 1 bo'lgani. Mana shuni biz aktiv nagruska deymiz. Hammasi yetib keladi degani. 1 degani 100% yetib keladi degani. Mana bu 50% yetib keladi degani. Mana bu 70% yetib keladi degani. Kosinus fi qayerdadir 0.84 yozgan bo'lsa 84% yetib keladi degani.
qolgan 16% yo'lda qolib ketadi degani. Ana endi nega yo'lda qolib ketishidan qo'rqyapmiz? Bu o'zi nima bu? Mana qaytarib berar ekan u. Nega qo'rqyapmiz? Xo'p, mana bu yerda o'ziga shishib olgani bilan go'yoki orasida turib qolgani bilan yoki kondensatorlar, plastinalar orasida yoki chulg'amlar orasida bu yerda elektr maydon ko'rinishida, magnit maydon ko'rinishida, kondensatorda elektr maydon ko'rinishida energiya g'amlanib qolgani bilan qaytib beryapti hammasini. Nega unda biz buni yoqtirmayapmiz? Baribir. Nega xohlamayapmiz? Nega davlat bunaqa shart qo'yib qo'ydi bizga? Mana buni darsimizning mana yakuniy qismida balki men harakat qilaman shu yakuniy qism bo'lishini gaplashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.